Assalamu alaykum qeyrindishim. Hazır anlaydıqınız Yalqın Rozining "Men nemişqa obzor yazaman" nomli kitobidan ilingan maqola "Baxt ilkingizda". Bu asar 2007-yil kuzda Urumchi televiziya stansiyasining taklifi bilan Chin yurakdan chin so'zlar programmasida o'tkazilgan maxsus temaliq televiziya suhbatining xotirasi. Bu suhbat televiziyada tarqatilgandan keyin jamiyatda qizg'in qarshi elingan. Hammamizga ma'lum, har bir inson bu dunyoda baxtli yashashni orzu qiladi. Shunga hayot musofasida baxtga intiladi va baxt uchun to'xtovsiz kurash qiladi. Mundaqcha aytganda, baxt insonlar qo'g'lashadigan intayin muhim nishonlarning biri. Afsuslanarligi shuki, nurg'un kishilar turmushdan baxt his qila olmay o'tib ketadi. Undaqda baxt degan zoti nima? Baxtni qanday tushunish kerak? Uning o'lchami qanday bo'ladi? Әмді диqqətimiz Yalqın Rozining bu haqda aytqanlarida bo'lsin. Baxt har bir inson umr voyat intiladigan va izlanadigan muhim nishon. Baxtli yashashni orzu qilmaydigan odam bo'lmasa kerak. Baxtga intilish insonning tabiati. Ammo odamlarning baxtni tushunishi, baxtning manbasi haqidagi to'nishi, baxt haqidagi o'lchami har xil bo'ladi. Ba'zilari mol dunyoni, ba'zilari huquq martabini, ba'zilari shon sharafni, ba'zilari sog'lomlikni, ba'zilari go'zallikni, ba'zilari xotirjamlikni, yana ba'zilari boshqalarning ko'ziga qaramay mustaqil yashashni baxt deb biladi. Amerikalik yozuvchi Mark Twain podshohlar uchun toshdan ayrilish cho'ng ish, ammo bolalar uchun o'yinchiqdan ayrilish cho'ng ish degan. Baxt haqiqatan mu noiti nozik uqum. Chunki u abstrakt uqum. Agar baxt konkret shay'i bo'lgan bo'lsa, baxt haqidagi tushuncha birlikka kelgan, baxtning ta'biri turaqlashgan bo'ladi. Ammo u ko'rgili, tutquli bo'lmaydigan mavhum uqum bo'lg'achqa, kishilarning baxtni tushunishi farqliq. Bergan ta'biri ko'p xil. Baxtni o'lchaydigan o'lchami har xil bo'lib kelmoqda. Baxtning nimaligi? Uning manbasi haqida insoniyat tarixida o'tgan mashhur mutafakkirlar ko'p izlangan ham bu haqdagi qarashlarini bayon qilgan. G'arbning donishmand faylasufi Aristotel baxt degan o'zidan qanoatlanish degan. Sharqning donishmand faylasufi Kunzi baxt degan o'zini tutib olmoq degan. Bizning ulug' mutafakkirimiz Yusuf Hosojib baxt qanoat qilmoqdir. Haqiqiy baxt ko'ngilning boyligiga bog'liq degan. Germaniyalik faylasuf Schopenhauer baxt ishga boyliqdir. Baxt esil mijozdir degan. Yuqorqi klassik faylasuflarning baxt qarshidagi bir o'rtaqlik shuki, ular baxtni insonning ruhiy dunyosiga, aniqroq aytganda qanoat tuyg'usining uyg'onishiga bog'lagan. Haqiqatan mu qanoat his qilish baxt his qilishga teng deb aytishga bo'ladi. Masalan, biri cho'ng, biri kichik savat ko'targan ikki qizchaq birlikda yovi bo'ljirgan targili toqqa chiqqan. Ular bir kun degidek yovi bo'ljirgan targan. Bir chog'da seviti kichik qiz sevitining bo'ljirganga liq to'lg'anligiga qarab mamnuniyat bilan suyunish his qilgan. Seviti cho'ngroq qizchaq bo'lsa, sevitining texchi to'shmaqanligiga qarab ko'ngli bir qismi bo'lib o'kinish his qilgan. Bu misaldagi savat dal qanoatga misol qilingan. Odam qanoatchan bo'lsa, baxt his qilib so'yinadigan minutlari ko'p bo'ladi. Agar qanoatsiz bo'lsa, o'zini baxtsiz his qilib o'kinadigan ishlari ko'p bo'ladi. Zamonimizdagi kishilarning orzu-armonlari nihoyatda ko'p. Turmushga qo'ygan talabimi intayin yuqori. Shunga o'zini baxtli his qilishimi yetarsiz. Hozirgi kishilarning ko'pinchisi baxtni o'lchashda moddiy turmush saviyasini ko'zda tutadi. İnsan ruhiy jihatda muayyan qanoatlanish saviyasiga yetganda baxtli bo'lish o'lchamiga yetgan bo'ladi deb qaraydiganlar osonlikni egillaydi. Boylik, go'zallikni baxtli bo'lishning manbasi deb qaraydigan xohish bugungi dunyoda xeyli keng umumlashgan ahvoldir. Amerikalik psixologiya olimi David Teris baxt ijtimoiy turmushdan emas, mijoz xarakterdan keladi deb ko'rsatish orqali bugungi zamon kishilarini sagitmoqchi bo'lgan. U baxtdan bishorat beradigan 4 alaylik bor. Ular o'z g'ururini a'lo bilish, o'zini tutib olish emi, umidvor pozitsiya, sirtqi yuzlangan mijoz xarakteri deb jakarlagan. Bu xil baxt qarshini yoqlaydigan olimlar birdek
Moddiy boyliq va tashqi omillar odamni baxtli qiladigan asosliq narsalar emas. Mol dunyo, shon sharaf, foyda manfaat, huquq martabani savdoilarcha qo'g'lishish odamning ko'ngil oromini buzadi. Baxt tuyg'usini ojizlashtirib etadi deb qaraydi. Liza Plant nihoyatda kaskin qilib, meningcha baxtning manbasi oddiy turmush, oddiylik, g'amsizlikdan boshqa narsa emas. Haqiqiy baxt chilliqni boyqig'uchi alohida o'zlikdan keladi. U qalb xotirjamligini saqlaydi. Oddiylik tashqi tugamas shavqin so'rallarni tinchitib, ishki o'zlik qaytishning birdan-bir yo'li. Əməlimizдің kichkina o'sishi uchun boshliqning qattiq ayblashlarga undamagan hamda yil beshidan oxirigacha chiroyimizdan kulkini o'ksitmagan, tugamas uchrashishlar uchun ko'ngil qo'yib yasinib, zo'rg'a kulimsirab, oxiri uyga qaytib, yakka yagona va ojiz o'zimizga yuzlangan chig'imizda biz o'zimizga "Men nimishqa shunday qilaman? U shuncha balo muhimmi?" deb savol qo'yishimiz lozim. Bizning ehtiyojimiz qanchaki oz bo'lsa, erishadigan erkinligimiz shuncha ko'p bo'ladi. Ozodalik ko'proq, beoromlik ozroq bo'lish. Chinlik ko'proq, soxtalik ozroq bo'lish. Xo'shallik ko'proq, kulfat ozroq bo'lish. Mana bu oddiy turmush talpinadigan nishon. Psixolog Eydi Dina baxt tuyg'usiga erishishning yo'llarini texmo kengaytib, turmushdagi odatdagi ushoq ishlardan baxt his qilg'ili bo'ladi. Atalmış baxt qalbingizdagi bir xil tuyg'u. O'zingizning baxtli ekanligiga ishonib, o'zingizda borlarni qadrlang, deydi. Menmo baxt masalasida dal mushundaq pozitsiyaning bo'lishini quvvatlayman. Haqiqatanmi baxt degan ilkidagini qadrlashdan keladi. Hargizmi boshqalarning qo'lidagiga talmurishdan kelmaydi. Sababi yaratquchi hech kimga hammani berib atmaydi. Bu nuqtada Avstraliyalik 2 puti yo'q danliq natiq Jon Keatsning "Siz sapmikash kiyganligingiz uchun baxtlik" degan mashhur so'zi o'ylanib beqishga arziydi. Riyosatchi: Yalqin apandi, siz baxt degan ilkidagini qadrlashdan keladi. Odamda baxt his qilish uchun qanoat tuyg'usi bo'lish kerak deb aytdingiz. Ammo bizda barg'a qanoat qilib yashashni o'rinliq, turmushga tutilgan passiv pozitsiya. Odam qanoatsizlik bilan tirishqandala turmushni, muhitni o'zgartib, olg'a bosalaydi deb qaraydigan kishilik hayot qarashimi bor. Bu ikki xil qarash o'rtasida ziddiyat mavjudmi qandaq? Men yuqorida Aristotel, Konzi, Yusuf Hajib qatorliqlarning baxtning nimadan hosil bo'ladiganligi haqidagi qarashlarini so'zlab o'tdim. Ular o'xshashla baxt qanoatdan keladi degan. Ba'zilar buningdan farqli holda baxt degan hargizmi o'zini qanoat topqizishdan kelmaydi, balki u qimmatlik nishon yo'lida to'xtamay izlanishdan keladi deb qaraydi. Oydinlashtirib berish zarurki, qanoat qilish degan so'z hargizmi o'rin bo'lish, bo'sham bo'lish degan so'zga barobar emas. Ochliqqa, namratlikqa, xor zorlikqa, zulmga, adolatsizlikka shukr qanoat qilishni nomus deb bilish normal g'ururga ega barliq insonlarga o'rtaq. E'tirof qilish kerakki, odam qanoatsiz maxluq. Qanoatsizlik insonning tug'ma tabiati. Inson ana shu qanoatsizlik ichida baxt izlaydi. Mundaqcha aytganda, qanoatsizlik taraqqiyotning xemir turichi. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, qanoatsizlikning ijobiy tarafimi, salbiy tarafimi bor. Uning ijobiy tarafi shuki, qanoatsizlik bir xil intilish kuchi, aktiv pozitsiya, shundaqla tashabbuskor holat. Uning salbiy tarafi shuki, qanoatsizlik bir xil oshko'zlik. Qanoat qilish bilan qanoat qilmaslik masalasida bizda qandoq mantiqada bo'lish kerak deganda, meningcha odam bilimini oshirish, axloqini yuksaltirish, jamiyatga qimmat yoritish jihatda qanoatsiz bo'lishi, davomliq oldidagi ulgularga qarashi, ashu munavvar ulgulardan ilhom olish kerak. Kishilik turmushdan baxt his qilish jihatda qanoatchan bo'lishi, ziyoda oshko'z bo'lmasligi kerak. Bu jihatda oldidagilarga emas, pat-pat orqasiga qarashi, o'ziga mansub turmushdan baxt his qilib yashashni o'rganib olishi, qaytirib kelgili bo'lmaydigan yoki ayrilib qilish peshonasiga putilgan narsalarning hasratini chekmasligi kerak. Odam hayotning lazzatini surish xiyoliga kelib, qanoat hosil qilganda ondan o'zini baxtli desa bo'ladi.
oshko'z odamga boy bo'lishmi hech qanday huzur berolmaydi. Yusuf Hasajib aytgandek, qanoatsiz odam mangu baxtli bo'la olmaydi. Chekdan oshgan qanoatsizlik insonni baxtsizlikka so'raydi. Chunki chekdan oshgan qanoatsizlik odamni oshko'z, soxtipaz, nafsoniyatchi, qora niyat, hasadxo'r qilib etadi. Yusuf Hasajib noiti aniq qilib, shaxsiy manfaat uchun qanoat bo'lish, elning manfaati uchun qanoatsiz bo'lish zarur degan. Bu tashabbus bizning qanoatga qanday muomala qilishimizda ajoyib dono ko'rsatma bo'la oladi. Shaxsiy manfaat uchun qanoatsiz bo'lish haqiqatanmi xotirjamsizlik va baxtsizlikka teng. Ammo el vatanning manfaati uchun qanoatsiz bo'lish kishini suyundiradigan, boshqalarga baxt yaratadigan qimmatli ruh. Bu jihatda yaponiyalik ikki o'quvchining hikoyasi bizni cho'nqur ta'sirotga ega qiladi. 19-asrning oxiri Meiji yildagi yangilikqa ko'chish harakati boshlanganda yaponiyalik ikki o'quvchi ayni vaqtdagi eng kuchli, eng taraqqiy topgan davlat Britaniya imperiyasining poytaxti Londonga kelib, ma'lum universitetda sanoat fanlarini o'qitdi. Ular bu jarayonda Angliyaning gullangan sanoatini ko'rib, hayron bo'lishibdi. O'z davlatining sanoat asosining to'lim ojiz ham qoloqligidan qattiq o'kinishibdi. Sanoat bir davlatning haqiqiy ma'nodagi taraqqiyotining tub asosi, shundaqla kuch-qudratining namoyandasi bo'lg'achqa, bu nuqtani cho'nqur tushunib yetgan yaponiyalik bu ikki o'quvchi vaqtni ching tutib, berilib o'rganibdi. Bir tiyin pulini behuda xarjlamay, sanoatga oid eng yangi qo'llanmalarni, nozik texnikaga oid materiallarni, zarur chertyojlarni to'plabdi. Ular bir necha yillik o'qishni noiti jahbada, ammo intayin ko'ngildagidek tamomlab, doktorlik qalpoqlarini boshlariga kiyishib, yuk taqlarini tengishib, yuksak orzu armonlarni ko'ngliga pukishib, ona vatani Yaponiyaga qaytishga jabdunibdi. O'ylamgan yerdan Angliyaning tabonchi xodimlari ularning to'plagan material, chertyojlarini elib ketishga ruxsat qilmoqdi. Tabonchi xodimlari bu materiallar bizning davlat maxfiyatligimiz hisoblanadi. Shunga chegaradan elib chiqib ketish ma'ni qilindi deb turibdi. Bu ikki yaponiyalik o'quvchining o'z vatani uchun to'liq zarur bo'lgan bu materiallarni tashlab qo'yib qaytib kelmoqdi. Noiloj qolgan bu ikki o'quvchi oxiri kishining farosati va jasoratidan halqib ketgan bir favqulodda chorani o'ylab tepibdi. Ikkisi bir niyatda bir maqsadga kelib bitishibdi. Ular mardonlik bilan chek tashlash usulini qo'llanib, biri o'lim yo'lini tanlab, qornini yerib, o'zini o'ldiribdi. Yana biri o'lguchining qo'rsoq bo'shliqini pok-pokiza adalab, ichiga eng zarur materiallarni qochilab, operatsiya yip-yanglisi bilan tikibdi. Ondan munosabatli o'rinlarga operatsiyada o'lib ketgan Yaponlarning odati bo'yicha jasadni vatanga elib ketib, urug' tuqqanlarga topshirib bermasam bo'lmaydi deb ma'lum qilib, paraxod bilan Yaponiyaga qaytarib ketibdi. Ketib aytishga bo'ladiki, bugungi Yaponiyaning taraqqiyoti ana ashundoq vatan uchun qanoatsizlik bilan o'zini beg'ishlash ruhiga ega minglagan, millionlagan yapon o'g'il qizlarining fidokorligining natijasi. Yaponiyalik bu ikki o'quvchining vatan uchun qilch ikkilanmay jinini fido qilishi kishini haqiqatan o'ylantiradi. Biz odatda kundalik turmushda vatan to'g'riliq gap sotadigan kishilarni ko'p ko'ramiz. Ammo ko'pinchamiz halqiliq paytda boshqalarning badal to'lishini orzu qilib, o'zimiz bo'lsa qo'l qovushtirib turib olamiz. Shundaq aytishga bo'ladiki, vatanparvarlik yuksak ruh. Bundaq yuksak ruh hamma kishining vujudida bo'lavermaydi. Vatan deb varqirab qo'yish cho'ng gap emas. Vatan uchun fidokor bo'lish qaltis ish. El qatori yashash mushkul ish emas. Vatan tuyg'usida mardona yashash mushkul ish. Vatanni suyish hech gap emas. Vatan uchun kurash qilish qaltis ish. Demak, yaponiyalik ikki o'quvchining el vatan uchun baxt yoritish yo'lidagi yuksak vatanparvarlik ruhi yana bir jihatdan aytganda, elning manfaati uchun qanoatsizlik bilan yashashning tipik ifodasi. Riyosatchi. Qanoatsizlikning ijobiy va salbiy tarafi haqida nihoyat yaxshi so'zlab berdingiz. Rahmat sizga. Hammamizga ma'lum, hayot yo'li agri to'qay, turmush murakkab, yashash jafoliq jarayon.
Мұшындақ murakkab, jafoliq hayot musofasida odam ha degandala o'zini baxtli his qilib yashamaga tas. Chunki hayotda ko'p hollarda ofat bilan omad aralashib ketadi yoki navbatlashib turadi. Turmushning ro'yitiga qaraganda jafo mushaqqati ko'p bo'ladi. Odamning erishganiga qaraganda yo'qotgani ko'p bo'ladi. Мұшындақ ahvolda baxt his qilib yashashning qanday yo'li bor? Мұшы jihatdagi tushanchangizni so'zlab boqqan bo'lsangiz. Söhbətimiz barğan sari cho'nqirishyapti. Sizga rahmat. İnsanning hayot musofasi haqiqatan xilma-xil qismatga to'lgan bo'ladi. Ammo ishonish kerakki, mayli baxt bo'lsin yoki baxtsizlik bo'lsin, nisbiy bo'ladi. Mutlaq baxtning ilkida yayraydigan yoki butunlay baxtsizlikning quchqida ingraydigan odam yo'q deyarlik. Şahane saraylarda rahat parag'atning ilkida o'sgan shohzoda malikalar muhabbat, nikoh masalasida samonliqda murodiga yetishgan nomrod qiz-yigitlarchilik baxt tuyg'usiga cho'milmasligi mumkin. Shaharlarda egiz binolari bor boylar, turmushi g'o'rgul oddiy oilalar kunda tegidek bahramon bo'ladigan illiq, xotirjam, ko'ngillik, go'zal oqshomdan to'limi oz bahramon bo'lishi mumkin. Shunga baxt bilan baxtsizlik nisbiy bo'ladi deb qarash odatga savatga aylangan. Bu haqdagi bir qadar murakkab tushuncha nima deganda, u bo'lsa-mu baxtni qanday tushunish masalasidan iborat. Mutafakkur olimimiz Abdushukur Muhammad Imin bir ruboyisida mundaq degan: Qismati qomus hayotning har biti rohat manga, mayli qayg'u, mayli shodlik, kelgini omad manga. Bo'lsa gar qalbingda hikmat, qilg'usi jutni bahor, bo'lmasa qalbimda hikmat, omatim ofat manga. Bu ruboyning falsafaviy ma'nosini ko'rib olishga bo'ladiki, insonning bilimi mo'l bo'lsa, hayotning qonuniyatlarini cho'nqur tushuna olsa, taqdirning o'yinlarini donishmandlarga xos nazar bilan kuzata olsa, har bir ishdan biri cho'nqur ma'no his qilib, ruhiy jihatda tamkin, xotirjam yashay oladi. Hayotda yasidoq uylarda, oppoq yotgan ko'rplarning ustida g'am qayg'udan to'lg'inib yotolmaydigan odamlarmi bo'ladi. Qarang'u kamerlarda, pit yotqanlarning ichida xotirjam xo'rak tortib uxlay oladigan odamlarmi bo'ladi. Bu Schopenhauerning ruhiy dunyosi boy odamlarla o'zini eng baxtli his qiladi degan hikmatlik so'ziga to'g'ri keladi. Ammo ruhiy jihatdan boy bo'lish undaq oson ish emas. Bu xil boyliq mijoz xarakterining esil, bilimining mo'l, aqlining o'tkir, g'oyasining yuksak, qimmat qarashining o'zgacha bo'lishi bilan xarakterlanadi. Bu xildagi kishilar har qanday ahvolda umidvor, xushal, xotirjam kayfiyatni saqlab qola oladi. Chunki bu xildagi kishilar muayyan ahvolda aqlini yo'qotmagan odamning yo'qotadigan hech narsasi bo'lmaydiganligini, hayotda bir eshik yopilganda hamon yana bir eshikning ochildiganligini aniq biladi. Ularning chiroyidan kulki yig'ib turmagan bilan ruhiy holati ajoyib xotirjam bo'ladi. Bilish kerakki, gulqaqalari ichilib, og'zi yumilmay hijiyib yurish baxtli ekanlikning ifodasi emas, balki ko'p hollarda bu ma'naviy puchaklikning ifodasi hisoblanadi. İnsan ruhiy jihatda yuksaklikka qadam qo'ymay turib, haqiqiy baxtning fayzini sura olmaydi. Qalbi yuksaklikka yetgan kishilarning miyiqidagi sus kulkisi, minglagan nodonlarning ma'nisiz shod kulkisidan a'lo. Ruhiy yuksaklikka yetgan odamlar turmushning ilk kelgan qayg'ularigami, xo'shalliqlarigami, taqdirning ato qilgan omadlarigami, ofatlarigami unchavala parvo qilib ketmaydigan turoqliq ma'naviy safoga erishgan bo'ladi. Bu xil tipdagi odamlar ziyoda his hayajondan mustasno bo'ladi. O'zini donishmandlardek solmoq tutadi. Ular faqat xayrlik va durust ishlarga ahamiyat beradi. O'zining emas, balki o'zgalarning baxti uchun intiladi yoki shuning uchun kurash qiladi. Ularning nazarida baxt boshqalar uchun yashash demakdir. Yusuf Hasajib har qanday inson mayli tirikligida yoki o'lgandan keyingi baxtni orzu qiladi ekan, qo'lidan kelishicha yaxshilik qilish lozim degan. Paris klassik adabiyotining mashhur vakillaridan bo'lgan bir shoirmi bir ruboyisida ajal o'q otsa qalqining bekor, oltinda ig'inab yotqining bekor. Jahonda hammadan yaxshilik a'lo, buningdan boshqa gap sotqining bekor.
deb yozgan. Qisqasi, kishilik hayotdan erishishni baxt deb bilish bilan jamiyatga taqdim qilib yashashni baxt deb bilish alohida farqlanadi. Erishishni, bahramon bo'lishni baxt deb bilish oddiy ma'nodagi baxt bo'lsa, taqdim qilishni baxt deb bilish oliyjanob ma'nodagi baxt. Buning har ikkilasi baxt hisoblansa-mu, ammo xarakteri mutlaq farqlanadi. Taqdim qilib yashashni baxt deb bilish hammali kishining qo'lidan kelavermaydi. Riyosatchi Yalqın Efendi odatda to'g'ri bo'lgan baxt qarashi va baxt ingiga ega bo'lish har bir kishi uchun muhim bo'lib qolmasdan, balki bir jamiyat, bir millat kishilari uchunmi intayin muhim masala deb qaraladi. Siz ma'rif tadqiqoti jihatdami xeyli ko'p izlanishlarni ilib bordingiz. Siz ta'lim tarbiya nuqtasidan chiqib turib, millatning kelajagi bo'lgan yosh o'smirlarni to'g'ri baxt qarashi va baxt ingiga ega qilishga qanday ishlarni qilish zarur deb to'naydiganligingizni so'zlab baqqan bo'lsangiz. Har qanday bir odam uchun aytganda to'g'ri baxt qarashini turg'izish bak zarur masala. Chunki odam umrvoyat baxt izlaydi. Baxtli bo'lishni orzu qiladi. Ammo baxtning nimaligini, uning manbasini nurg'un kishi bilmaydi. Undaq kishilar baxtga erishgan taqdirdami, uning qadriga yetolmaydi. Chunki ularning baxt haqidagi to'nishi yetarsiz. Hayotda nurg'un kishilar go'yo to'ga minib to'ga izlabdi degandek garang yashagan holatda ilkidagi baxtning qadriga yetmay, allaqayerlardan baxt izlab yashab, o'shqich ovora bo'lib, oxirgi hisobda turmushdagi mag'lubiyatchiga aylanib qoladi. Sababi ular to'g'ri baxt qarashini shakllantira olmagan. Bizda umuman baxt keladi nadin, peshonadagi tardin degan baxt qarashi umumlashgan. Bu qarashning xato yeri yo'q, ammo sal yuza. U kishilarni halol yashashga, o'z kuchiga toyinib hayot kechirishga rag'batlantiradi. Bu tarafi kishini suyundiradi. Ammo hozirgi murakkab dunyoda farzandlarni bundoq yuza qarash bilan to'g'ri, mukammal baxt qarashiga, oliyjanob onga ega qilish tas. Bir odamning qimmatini va muvaffaqiyatini, boyligini pash qilish orqali o'lchaydigan mushundaq bir davrda moddiy narsa va foyda manfaatning vasvasasi kishilarni bargan sari baxt qarashi jihatda nazarni tashqi omillarga tikadigan qilib qo'yibdi. Shunga baxt keladi nadin, peshonangdagi tardin degan qarashni mutlaqlashtirib bilish bir taraflama uchur yetkazib qo'ydi. Psixologiyada baxt degan bir qadar turoqliq, rohatlanish hissiyoti bo'lib, tashqi omil emas, balki muhim ko'ngil royiga munosabatli bo'ladi. Ruhiy holat tuvan bo'lsa, turmush ko'ngilsiz bo'ladi. Ruhiy holat ustun bo'lsa, turmush ko'ngillik va rohat seziladi. Baxtning taxminan 15% ga yaqinroqi topovat va mol-mulkka, 85%dan ortiqroqi turmushga, tutilgan ko'z qarashga, o'zini bilish va kishilar aro munosabatga bog'liq bo'ladi deb qaraydi. Ruhiy holat ustun bo'lish uchun sog'lom havasi bo'lish, turmush maqsadi bo'lish, yumorliq hissiyoti bo'lish, umidvor pozitsiya bo'lish, huzurlanishni bilish, ko'zitish nuqtasi ko'p bo'lish, aql farosatli bo'lish, g'ururliq bo'lish kerak. Biz yosh o'smirlarda to'g'ri baxt qarashi va baxt eng shakllantirishda ta'lim tarbiya mazmunini qaratliq holda tövandagi taraflarda konkretlashtirib olishimiz kerak. Birinchi, sog'lom havas yetildirishga odatlantirish kerak. Sog'lom havasning bo'lishi kishilik turmushni huzurliq jarayoniga aylantiradi. Odam o'zi qiziqadigan ishlar bilan mashg'ul bo'lsa, kunlarining qanday o'tganligini bilmay qoladi. Masalan, kitap o'qish, muzik anglash, sayl qilish, magazin aralash, gul o'stirish, qush beqish qatorliqlar sog'lom havas hisoblanadi. Şinjan Xalq Radio stansiyasida Ilyas Kam degan bir bovay bo'ladigan. Bu kishining o'zgacha bir sog'lom havasi bo'lib, gez jurnallardan o'zi yoqtirgan mazmunlarni turlar bo'yicha qiyib choplaydi. U kishining qiyib choplagan materiallari men ko'rgan chaqda 30 necha to'plam bo'lgan ekan. U kishi bu materiallarni to'liq tujuplab to'plagan bo'lib, ko'rgan kishining zavqini qo'zg'aydi. Meningcha Ilyas Kam degan bu odam o'lib ketguncha kunlarini ma'nili ham baxtli o'tkazdi deb o'ylayman. Ammo sog'lom bo'lmagan havas boshqalarni jirgandirdi ham shu xil havasga berilgan kishini bara-bara nobud qiladi. Ikkinchi, turmush maqsadi turg'izishga rag'batlantirish kerak.
Kishilik turmushining maqsadi nihoyatda muhim. Maqsadi yo'q odam goh o'ngga, goh so'lga daldugunib, egiz bas dastlab mong'inicha yo'nalishni belgilamagan holda ketayotgan mast kishiga o'xshaydi. Bundaq ruhdagi insonlar ruhiyat bayog'inida umr-voyat sargardon bo'lib o'tadi. Maqsadi bor odam intilish ichida yashaydi. Bundaq tashabbuskor holatda o'z nishonini ko'zlab yashashga odatlangan odam turmush musobasidagi o'tkinchi narsalarga mastona bo'lib, o'zini yo'qotib qo'ymaydi. 3. Esil mijoz xuluq yetildirishga rag'batlantirish kerak. Mijoz xulqi esil bo'lish, xarakteri ochiq yo'riq bo'lish kishilik hayotda doim degidek xushal kayfiyatni saqlab yashashning muhim kapolati. Mijoz xarakteri esil kishilar parlaq hayot kechirolmagan taqdirdami baxtli yashaydi. Bundaq kishilarning bir aloyligi shuki, nihoyatda apuchan keladi, ham yumorliq tuyg'uga boy keladi. Burun Bastami ismli bir donishmand o'tgan ekan. U odam Bag'dodning bir xalta ko'chasida ketib olsa, ikkinchi qavatda uyi bor bir maynat xotin bir javur kulni deresidan sirtqa to'kkan ekan, o'tib ketayotgan Bastamining usti beshiga tushib, qarog'usiz qilib etibdi. Bastami qattiq g'azablanib bo'lib, orqadan o'z-o'ziga: "Hey Bastami, sening o'tkazgan gunohlaring uchun osmondan beshingga kul emas, cho'q yaqsimi ozliq qiladi. Ortiqcha g'azablanmay, shukr aytib yo'lingga mingiver" debdi. Demak, Bastamining apuchanligi ham yumorli xarakteri uning kayfiyatini darhol tangshab, ruhiy jihatdagi xushalligini saqlab qolgan. 4. Umidvor pozitsiya yetildirishga rag'batlantirish kerak. Odam kishilik hayotning agir to'qay musobaqasida nurg'un pishganliklarga yo'liqmay qolmaydi. Bundaq chog'da umidsizlik kayfiyati vujudingizni chulg'ab oladi. Dal mushundaq paytlarda umiddan voz kechishning hayotingizni zavolliqqa yuzlantiradiganligini to'nib yetishingiz kerak. Peshkanliklar elib kelgan g'am qayg'ular ichida timiz qilib yurish, o'ngishsizliklar uchun urib yurish o'z-o'zingizga qilgan eng qattiq uvolchilik. Hozirgi zamondagi yosh o'smirlar orasida g'udung'shiydigan avlod borliqqa keldi. Bir kuni bir jamiyatshunos gullikda xiyol surib o'ltirsa, keyin tarafdan bir necha yoshning qilishayotgan so'zlari quloqiga kirib qoldi. U yoshlar: "Hayot nima degan ma'nisiz, bu kunlar nima degan zerikishlik, yashaganning nima foydasi?" degandek so'zlarni qilishibdi. Jamiyatshunos hayron bo'lib, ularning beshiga qandoq ig'ir kunlar kelgandi, ular qandoq yomon turmushga qolgandi degandek o'ylar bilan o'rnidan turib, gullarni qayirib qarsa, bu so'zni qilib atganlar suv uzish ko'lchigida yal to'shqizilgan palasning ustida suvga chilinib, rahatlanib yotgan 4-5 yosh bolalar ekan. Ular davatgan gapni hargizmi u qadar rahat turmushda yashayotgan odamlar deydigan gap emas. Ammo ular bu yaramas gaplarni rostini qilgan. Demak, umidsiz ruhdagi odam turmushdagi peshkalchiliklarga, o'ngishsizliklarga uchraganda emas, rahat turmush ichidami o'xshashla mag'lubiyat bayrog'ini lapildatib yashaydi. Bundaq yashash hayotning qimmatini to'liq to'ban holatga tushirib qo'ydi. 5. Hayotdan huzur his qilib yashashni o'rganish kerak. Hayotdan huzur his qilib yashash ko'p hollarda odamning tarbiya ko'rgan ko'rmaganligi bilan munosabatli bo'lib qoladi. Yaxshi tarbiya ko'rgan bir odam bilan yeb ichishni hammadan a'lo biladigan bir odam yap-yeshil bir taqqa birga sayohatga chiqsa, bu joydagi manzara ularda o'xshashmagan hissiyot paydo qilishi mumkin. Rangarang gullar bilan yalpinib turgan, buluq o'sgan yayloq yaxshi tarbiya ko'rgan kishiga ko'rib qolmaydigan go'zal manzar sifatida ko'rinishi mumkin. Yeb ichishni a'lo biladigan odamga qiziqchiligi yo'q, o'tchop sifatida ko'rinishi mumkin. Natijada tarbiya ko'rgan kishi bir-biridan egiz tog'larga, jalbkor qarg'ayzorliklarga, yalpinib turgan gul chimanlarga qarab, saf havodan qong'icha nafaslanib, ajoyib go'zal hisslarga cho'milishi mumkin. Yeb ichishni hammadan a'lo biladigan odam oq uyning ichiga kirib, pushuldab o'ltirib, go'sht yeb, ochiq haraqni mazza qilib ichib, xudini yo'qotgan holda huzur surishi mumkin. Qaramoqqa har ikkilisi hozirlangan bo'lsa-mu, ammo sifatida osmon-zamin farq bor. 6. Baxtga to'g'ri yo'l bilan erishish tarbiyasi berish kerak. Hozirgi yosh o'smirlarning o'zini markaz qilish ideyasi kuchli. Hamma kishining o'ziga ko'ngil bo'lishini orzu qiladi. O'zini ziyoda muhim chog'lab oladi. O'zining hamma ishi yo'lliqdek o'ylaydi. Inson o'zining qalbini bulg'ash badaliga erishadigan xushalliqlarga,
Odamiylikni qurban qilish badaliga erishadigan baxt tuyg'usiga o'zini urmagan yaxshi. Chunki tabiiyatda razil xo'shalliqlar damolliqqa odamni shodlik tuyg'usiga g'arq qilgan bilan o'tib ketgandan keyin kishini to'limi bearam qiladi. Vijdonini azoblaydi. Boshqalarning nazaridagi obrazini xunuklashtirib etadi. Hatto yomon oqibatga duchor qiladi. Шуңа ijtimoiy tartib, axloqiy prinsip, qonun mizonlarga uyg'un kelmaydigan atalmış baxtni qo'llashmaslik kerak. 7. Japa mushaqqat orqali tavlash kerak. Ya'ni japa mushaqqat ichidami baxt omillari borligiga ishontirish kerak. Bilish kerakki, turmush sharoiti nachar, g'o'rgul hayot kechirayotgan kambag'al bolalar qarmoqqa baxtsizda ko'rinsimi, ular qiyinchilikni yengib turmush o'tkazib, tirishib ishlab, odatda pul xajlab erishgili bo'lmaydigan xislatlar, qiyinchilikni yengish, mustaqil yashash, turmushga to'g'ri muomala qilishdek esil fazilatlarga ega bo'lib, kelgusida baxtli turmush o'tkazish asosiga ega bo'ladi. Bilish lozimki, ancha-muncha jafo tortish, o'ngishsizlikqa uchrash bolalarning sog'lom o'sib yetilishda kam bo'lsa bo'lmaydigan muhim masala. 8. Mo'l ma'navilikka ega bo'lish haqida tarbiya berish kerak. Ma'naviy dunyosi nomrod odamlar turmushdan, tabiatdan keladigan hissiy tuyg'ularga qiziqib ketmaydi. Ular hamma narsani foyda ziyon o'lchami bilan o'lchaydi. Hissiy ahamiyatga, ruhiy qimmatga ega narsalarning qimmatini konkretlashtirishga urinadi. Ular odatda nima foydasi degan savolni qo'yish orqali hamma narsadan moddiy manfaat izlaydigan xohishni ifodalaydi. Ularga hissiy ahamiyatga, ruhiy qimmatga ega narsalarning qimmatini tushuntirish behuda ovorchilik bo'ladi. Har qanday narsaning konkret, aniq qimmatga ega bo'lishini, aniqroq aytganda, ro'shan moddiy manfaat ato qiladigan bo'lishini orzu qilish turmushning mazmunini oddiylashtirib etadi. Odamning hissiyotini nomrodlashtirib etadi. Mo'l ma'navilikka ega bo'lishlar odamning hayotini insoniy sifatga ega qiladi. 9. G'ururni hammadan a'lo bilish haqida tarbiya berish kerak. Bu jihatga tarbiya baxt haqidagi eng negizlik tarbiya. Agar odam g'ururidan voz kechsa, yashash yo'li to'liq jafo mushaqqatsiz jarayonga aylanib ketadi. Bir odam g'urursizlik shahodatnomasini olganda, yuzimning qilinligi, jinimning rohati deb yuzini polodak qilib bo'lishiga yashayveradi. Ammo inson bo'lish sifati bilan uning izzat g'ururi har qanday narsaning ustun turadi. Shunga odamda o'zining odamlik qadr-qimmatini qo'g'dash, yo'q bo'lsa qo'lga keltirish irodasi bo'lishi kerak. Bu bir xil g'urur, shundaqla bir xil baxt. Hayotda g'ururni saqlab yashash odamni bakmo lazzatlik baxt tuyg'usiga muyassar qiladi. Bundaq shirin tuyg'uni g'ururi yo'q odamlarning his qilib yetalishi hargiz mumkin emas. Martabasining kichkina o'sishini tomo qilib, yil bo'yi xo'sh-xo'sh deb yashashga odatlanib ketgan bir qism odamlarning ma'naviy jihatda o'zini mag'rur tutib, g'ururi bilan yashashning qimmatini his qilib yetalishi to'limi tas. Hozir jamiyatga nurg'un kishilarning manfaat tuyg'usi bargan sari kuchayib, g'urur tuyg'usi bargan sari ojizlab ketyapti. Buning o'zi jamiyatshunoslik nuqtasidan aytganda bir jamiyatning baxtsizligi, bir xalqning baxtsizligi. Chunki g'ururdan xoli qalb, majruh qalb. Shunga yosh o'smirlarga hayot musobaqasida insoniy g'urur bayrog'ini har doim lapildatib yashash haqida tarbiya berish kerak. Riyosatchi. Yuqorida baxtga munosabatlik masalalar haqida atrofli suhbatlashdik. Sizdan oxirida shuni so'rg'im kelyapti. Har bir odam kundalik turmushida baxt his qilib yashash uchun zodi qanday turmush pozitsiyasini shakllantirishi zarur deb qaraysiz? Mutafakkurlar hayotni bir kitob o'qishdi. Hamoqat kishilar bu kitobni go'yo ot ustida gul ko'rgandek qo'l uchida varaqlab qo'yib bo'ldi qiladi. Farosatli kishilar bu kitobni to'liq astoydillik bilan o'qiydi. Chunki ular hayotdan iborat bu kitobni faqat bir qitim o'qig'li bo'ladiganligini biladi. Shunga har qanday odam kishilik hayotdagi eng ushoq ishlardan baxt his qilib yashashni o'rganib olish kerak. Bu nuqtada qorning lapildab yig'iyotgan holatini ko'rishmi bir baxt. Qushlarning churildab sayrashlarini anglashmi bir baxt. Höppida ichilgan bir tal gulni ko'rishmi bir baxt. Balalarning tatlı kulkisini ko'rishmi bir baxt. Tun qo'ynida charaqlab yenib turgan yulduzlarni ko'rishmi bir baxt. Shildirlab iqib turgan buloqlarni ko'rishmi bir baxt.
Odam o'z qismatidan qaqshab, o'z turmushidan dodlab yashavermay, o'zida bor narsalarni qadrlab yashashni, o'ziga tava narsalardan huzurlanishni o'rganib olish kerak. Eng yaxshisi boshqalarga havaslanib yurmay, o'ziga mos keladigan, o'ziga mansub bo'lgan turmushdan huzurlanib yashashni o'rganib olish lozim. Bir jumla so'zga yig'inchoqlab deydiganimiz shuki, baxt ilkidagini qadrlashdan keladi. Hargizmi boshqalarning qo'ldikiga talmirishdan kelmaydi. Shuni unutmaslik kerakki, yaratquchi hech kimga hammani berib etmaydi. Hurmatli qarindishim, o'zingizdan so'rab beqing. Men baxtliman. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. Muzikasini Dilfurs Xani ishlagan. 2019 yili 23 avgust jamoat unga elindi.